Assalomu alaykum paleslar qiziqlar yaxshimisizlar? Qaranglar, burada yangi mahsulot detox bu. Men buni ikkinchisini ichishim. Birinchisi shokoladli ichgandim. Hozir klubnikalidan zakaz qildim. Juda ham zo'r, ishni juda ham chiroyli qilib tozalab beradi. Bitta pachkada 25 porsiya bo'ladi. Menga bu 2 mahaldan bemalol 1 oyga yetadi. Juda ham zo'r narsa. Ertalab och qoringa, kechqurun uxlashdan oldin ichib yotiladi. Xuddi shunaqa bir qoshiqcha solaman va albatta men har doim shakar solaman, chunki shakarsiz yasholmayman. Va ustidan kipitok solib bemalol ichaverasizlar. Bu ishtahani ozroq bug'adi, o'shani evaziga ishdagi bor shilanklarni tozalab tushiradi. Juda ham zo'r narsa. Menda effekti birdan bilindi. Kimga qanday o'zim xususiga qarab ichaveradi. Kimdir quyuqroq qilib ichadi. Men suyuqroq qilib ichishni juda ham yaxshi ko'raman. Ishdagi bor shilaklarni tushiradi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Men shokoladli ichgandim, endi bugundan boshlab klubnikali boshladim.